Ilmi yo'qlar, ilmi yo'q deb gaplaydi deydi. Musulmonsan, ilmi yo'q odam shunaqa gapiradi. Javob beradi deydi. Xo'p, bu dunyoda javob berasanlar. Bu javob deydigan uchun ro'mollarga uchun. Nima namoz o'qigan deyapsiz? Menga nima gapirasiz? Ilmi yo'q odamni shunaqa deydi. Ilmi yo'q. Holat Toshkent viloyati Zangita tumani Chig'atoy Oqtepa qishloq fuqarolar yig'inidagi Bo'ston mahallasida bo'lyapti. 10 dan oshiq videolar bor, hammasini bir boshdan qo'yib boramiz. Nima bo'lyapti desanglar, bu yerda fuqarolarning uyi buzilyapti. Eng qizig'i, ayollarga kuch ishlatgan yokida xodimlar zo'ravonlik qilgan hamma videolari bor. Obuna bo'lib qo'yib kuzatinglar. Mana men bugun to'liq o'sha videolarni qo'yaman. 10 dan oshiq video bor. Bu nima endi? Prezidentimiz hozir Amerikada bo'lganlarida oldin fuqaroni rozi qilib, keyin buz degan joy bor. Bular xohlaganicha prezident yo'g'ida buzaveradimi? Keyin men eshitdim, qani nachalnik militsiyami kimdir bor ekan. Ja'ni fuqarolik, "O'y, o'tga boramiz, bu o'tga boramiz", ishongan joyingga bor deb turib. Mayli, fuqarolar mayli nohaqdir, lekin bunchalik buzib tashlash qanchalik darajada to'g'ri? Hozir bundan keyin uy buzilgan videolar ham qo'yiladi. Bizda 5 ta kelin, bizda 5 ta. Yo'q qilib o'tiribmiz. Yo'q. Bitta gaplashingda. Uyingiz oldiga chiqib turing, gaplashaman bir. Ona bolam dedi, hozir uy joyini ham tashlab ketaveradi. Men qilmayapman. Holat Toshkent viloyati Zangita tumani Ko'kchoqtepa qishloq fuqarolar yig'inidagi Bo'ston mahallasida bo'lyapti. Tushunmaganlar uchun fuqarolarning uyi buzilyapti. Xo'p, endi biz ozgina e'tirozimiz nimadan? Majburiy ijro. Mayli ularning uyi noqonuniydir. Mayli ularning uyini buzish kerakdir. Lekin qani prezidentiga fuqarolarni oldin rozi qil, kelish, ustiga haydama, sochini olib ketsa boshi bilan olib kelman degan gaplari menimcha o'ta chekada qolyapti. Keyin men yana aytaman, ichki ishlar xodimidan juda noroziman, chunki bor ishonganingga bor debdi. Fuqarolar bilan murosada gaplashish kerak. Kuch bilan, bosim bilan emas. Mana bu narsa qachondir ketadi, ana unda yomon bo'ladi lekin. Kimga gapirayotganimiz o'zi biladi. Keyin hurmatli akalar, hurmatli opalar, bir 30 dan oshiq odam uy buzib ketyapti. Iltimos, mayli videoni tarqatmang, kommentariy yozmang. Hatto like bosib qo'ying. Videoni prosmotriga ta'sir qiladi bu. Oxirigacha ko'ring, o'zingizni fikringizni yozolsangiz yozing. Bu 10 qismli video, ikkinchi qism, birinchi qism men xalqlarda rasmiy kanali. Mana shu profilga kiraman, ko'rsanglar bo'ladi navbatda. 10 qismli video, bu ikkinchi qism. Hali yana 8 qismi qo'yiladi bugun. Oxirigacha olib boramiz bu mavzuni. Fuqarolarning uyi nimaga buzilyapti-yu va nimaga kuch bilan buzilayotganini mana endi bilamiz. Yangi O'zbekistonmi bu? Endi bo'ladi. 10 yildan beri bo'lmagan endi. 10 yildan u qaror chiqarmadi prezident. Mana endi chiqardi-yu endi. 26-yilda majmuadan nafaqat bu to'yga nafaqat tushadi. Keyin mayli olishni. Amilida kelishimizda momo bor. Qo'shib turibdi. Nimaga? Nima mumkin emas degan narsa? Mumkin. Noqonuniy ish qilayotgan bo'lsa, qo'rqiyotgan bo'lishlari mumkin. Men hech narsa qilmayman, men tomosha qilib turibman. Hurmatli Ichki ishlar vaziri qaysi moddada yozilgan? Profilaktik inspektorini videoga olish mumkin emas deb. Qo'lingizdagi bolalaringizni nima tarbiyalamayapsizmi? Sizga fe'li ichki ishda ishonib topshirilyapti-da, oddiy moddalarni bilmaydi hattoki. Syomka qilish mumkin emas. Xizmat faoliyatiga qarab bermasa, xohlagancha syomka qilsa bo'ladi. Prezident ochiqlikni ta'minlaydi. Qani Toshkent viloyat hokimi kim? Ana hokim kim edi? Ismi esimda yo'q. O'sha odam nimaga hokimiyatdan rasmiy munosabat yo'q, nima qilayotganinglarni xalqqa aytmagansizlar. Jonga tegdi-yu, buz, rozi qilib keyin buz. Prezident o'zi ham eshitibdi, oldin rozi qilyapti. Murosa qilsa bo'ladigan narsani murosani eplolmaysizlar-da, qo'lingizlarni aqli yo'q bu teknik ichki ishlar xodimlari bor mamlaqa. Syomka qilish mumkin emas. Syomka qilish mumkin. Sen forma kiygansanmi, mana seni tansiryapman. Seni xohlaganimizcha syomka qilamiz, ishingga xalaqit bermasdan. Hurmatli O'zbekiston fuqarolari, bitta narsani tushuninglar. Ichki ishlar xodimini xizmat faoliyatiga xalaqit bermasdan turib, xohlagancha syomka qilsa bo'ladi. Prezidentimiz ruxsat berib qo'ygan, ochiqlik deb qo'ygan. Vazirlikdan kutamiz. Buni haqida rasmiy munosabat berishdan, qani Toshkent viloyat hokimiyati munosabat beringlar bu haqda. Nima qilayotganinglarni xalqqa aytinglar. Qani nima bahona berarkinsizlar? Nima tushuntirish berarkinsizlar?
O'sha yerda nechta odam uyi buzilib ketyapti. Keyin o'zbeklar o'sha masjidga kelib befarq o'tirishinglar. Ertaga sizlarni ham uyi buzadi agar mana shu hozir befarq o'tiravermasangiz. Kadastringiz bo'ladimi? Uyingizni sotib olgan bo'lasizmi? Qaramayapti-ku. Buzib yotibdi hamma joylarni. O'tiringlar shunday ham mana qarab. Videoni tarqatish kerak, hech bo'lmaganda like bosish kerak. Hop, inson huquqlari, ombudsman. Ushbu holat yuzasidan bitta munosabat bildirib, o'zingizlar ana qilinglar. Oxirgi ishonganimiz sizlar, to'g'risi, bitta rasmiy munosabat yoki holatni o'rgansak bo'ladi. Toshkent viloyatida bo'layotgan holat Zangetada. Ana ayollarimizga hujum o'tyapti mana ayollarga. Ya bu çocuk ayollarga ne diyordu? Ayollarga diyordu mu? Ayollarga diyorsun mu? Ana ayollarimizdagi tushyapti mana. Sharoit mana o'zimiz topib qo'yamiz. O'zbekiston Respublikasining qaysi moddasida, qaysi qarorida bor majburiy ijro tunda soat 9:30 da quyosh botgandan keyin fuqarolar uxlaydigan yoki tungi rejimga o'tgan payt borib uyini buzishga va kuch ishlatar tizimi nima haqqi bor ayolni tortib olib tashlashga davlat xodimining xizmat vaqtida xizmat faoliyatiga xalaqit berish bo'lishi mumkin. Lekin sanlar mana shu o'sha tunda ishlayotgan libboying bo'lsa, sanlar o'z xizmat faoliyatingdan maqtanlar. Hop, qani bir O'zbekistonda bir normalniy xodim bormi? O'sha Mamatga keldi-yu. O'sha mana 6-video ko'rmaganlar uchun bundan oldin yana 5 video bor. Profilga kirib ko'ringlar. Qolgan ishini qilib yotibdi-ku. Onalarni ham Toshkent viloyati Zangetada o'tdi. Qani Toshkent viloyati hokimi nimaga bir hokimiyat anvilida rasmiy munosabat yo'q? Yo shunchalik nima ommaga qo'yib qo'yganmisizlar? Yoki kuch ishlatib nimaga ishonmasizlar sizlar? Yo xalqdan bitta xalqga ham kuchini ko'rgili kelyaptimi men bilmayman. Yo'q. Yo'q, yuri. Ben oturmayman.
Sen bana o'zimiz topib qo'yamiz. Mumkin emas o'zi buni ogohlantiramiz. Forum oldiga kelmani sizlar, katta mana. Forum oldiga chiqish. Forum boshlanma. Ya mayli, deganman vazifamni Qo'shnim shular, meni qo'shnim aka. Şunu